Avvalgidan ancha ulg'ayib qolibsan, Nur. Sen umuman tanimay qoldim. Nima? Bu bola hali Nurmidi? Ha, avvalroq aytishim kerak edi. Sizni ko'rmaganimga ham ancha bo'libdi, ustoz. Seni umuman tanimabman, Nur. Ancha katta bo'lib qolibsan. Hali ham tirik ekansiz-da, ustoz. Basharamga qarab shundoq qo'pollik qilasanmi? Hali yana 100 yil yashashni reja qilib yuribman, bilsang agar. Shuncha yil o'tsa ham hazillaringiz hali ham kulgili. Hazillashayotganim yo'q. Hoy, Nur, menga qara. Bunga o'z ishonching komilmi? Hammamiz bu ajdarga minib olish fikri menga hech yoqmayapti. Xavotirga o'rin yo'q. Biz bilan Rolo ham bor. Tushunarli. Rolo bolajonim. Eplay olishingga ishonching komilmi? Yo'q, umuman ishonchim komil emas. Oyijon. Hammasi joyida, ustoz. Shunday degani bilan Rolo Ajdar o'ziga kelayotganga o'xshaydi. Hammasi yaxshi bo'larmikan, ha? Ha, Rolo bu qo'lingdan keladi. Xo'p. Uni juda ham jahli chiqyapti shekilli. Sen ham chuvossanmi? Ovozdan qanday kayfiyatdaligini aytishim mumkin. Ko'p yillar tog'larda yashaganman. U qasos olishni xohlayapti. Shubhasiz. U sizdan bu uchun buyruq berishingizni kutyapti. Nima? Sen shu ajdarga o'z mahoratingni o'tkaza oldingmi? To'g'risi, bundan lol qoldim. Ha, Rolo juda ham ajoyib bola. Yo'q, bunday emas. Bu Ajdar Nurni hoziroq ketish xohlayapti. Yaxshi. Hamma minib olsa, unda ketamiz. Sizlar ham ketmoqchimisizlar? Ha. Agar Rolo bormasa, hech kim Ajdar bilan muloqot qila olmaydi. Endi ikkimiz esa uni qo'riqlashimiz kerak. Sensei, siz ham biz bilan ketasizmi? Manmi? Borsam kerak. Lekin balandlikdan juda ham qo'rqaman. Ustiga ustak bu fikr mendan chiqdi. Roloni ham o'zim ko'ndirdim. Endi o'zim bosh tortsam juda noqulay vaziyatda bo'laman. Jinursan baribir juda ham katta. Nima bo'lsa bo'ldi. Men ham sizlar bilan boraman. Katta rahmat. Biz bilan bo'lsangiz xuddi 100 kishilik askarlardekmiz. Unda men ham boraman. Bemor to'liq tuzalib ketmagunigacha unga qarab turishim kerak. Bundan tashqari biz murosa qila olamiz. To'g'rimi? Keru? Meni bu ishingga aralashtirma. Odamlarni sho'xlik qilib qo'rqitish niyatim yo'q. Siz o'g'rilik bo'yicha o'qituvchimsiz-ku. Biz bilan borasizmi? Ha, agar shu katta maxluqda uchmoqchi bo'lsang, senga yashirinish bo'yicha mahoratli odam kerak bo'ladi. Bunga shaxsan o'zim mas'ul bo'laman. Yaxshi fikr. Sizlarga men ham yordamim tegsa kerak. Toshli zindonni nazorat qilishingiz kerak emas, oken. Mayli. Menga ham borishga ijozat beringlar. Muzokaralar uchun sizlarga odam kerak bo'ladi. Akajon, otajon, sizlarni sog' ko'rganimdan xursandman. Bizdan ancha xavotir olgandirsan. Sen ham sog'omon ko'rganimdan xursandman. Mitraga borishni o'rniga ortga qaytish talabsan-da. Ha, buyrug'ingizga bo'ysunmaganim uchun har qanday jazoga tayyorman. Yo'q. Aslida bunday ahmoqona buyruq berganim bu meni aybim. Qaytganingdan xursandman. Reyn, qaror qabul qilishsangiz zimmingda bo'ladi. Yana janob Nur. Sendan juda ko'p yordam so'radim. Buning uchun uzr. Lekin iltimos, ikkisiga ko'z quloq bo'l. Albatta. Xavotir olishga o'rin yo'q. Albatta sog'omon qaytamiz. Senga ishonaman, Nur.
Endi uchishim mumkin. Bunga ishonching komilmi? Norga nimadir aytishing kerak emasmidi? Shuncha vaqtdan so'ng va nihoyat uni topdi. Gap shundaki, uni hayotida biz umuman muhim rol o'ynamaymiz. Uni tarbiyalab, o'stirish fikri shunchaki bizni o'ta mag'rurligimizdan edi deb o'ylayman. Bu hazil emas. U xuddi afsonalar orasidan chiqqan qahramonning o'zginasi edi. O'zimni kulguga qolganday his qilyapman. Men esa tanballik qilganimdan qattiq uyatda qoldim. O'zimni hamma narsani o'rgatish qo'lidan keladigan odam darajasiga chiqqanman deb o'ylab yurgan ekanman. O'zimni qaytadan malakamni oshiraman. Barcha kamchiliklarim ma'lum bo'ldi. Bundan buyog'iga erishgan yutuqlarimga ko'nikib qolib qilichini zang bostiradigan ahmoq yo'q. Bu narsalarni anglaganingdan ancha xursand bo'lganga o'xshaysan. Shubhasiz albatta. Bizga ko'rsatgan tomoshasini qara. Gaping to'g'ri. Bunday ishlarni ko'rgandan keyin kim ham xursand bo'lmaydi. Nimadir topildimi? Yo'q. Biror narsa bormi? Linneburg xonam. Hech narsa yo'q. O'ylaganimdan ham tezroq ekan. Eng omadimiz kelmaganida u allaqachon imperiya hududiga yetgan bo'lishi kerak. Ko'prikdan u yog'ida imperiyaning hududlari boshlanadi. U yerga shunchaki o'tib keta olmaymiz. To'g'ri, ancha yo'l bosib qo'ydik, lekin menimcha ortga qaytishimiz kerak. Nima deysiz? O'ylab ko'rish kerak. Ana u yo'da nimadir katta tezlikda harakatlanyapti. Bu shubhasiz o'sha, lekin u imperiya mudofaa devoriga yaqin qolibdi. Agar chegarani kesib o'tsak, ortga tirik qaytishimiz dargumon. Hozir yashiringanimiz ma'qul. Lekin ular bizni borligimizni bilib qolganida sehr o'z kuchini yo'qotishi mumkin. Lekin uni qochib ketishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Ular harbiy lashkarlarni kuchaytira oladigan qudratli va sehrli qurollarga ega. Bunga indamay qarab tursak, o'zimiz yo'l qo'yib bergan bo'lamiz. U haq. Biz allaqachon urushdamiz. Kim bilsin? Bizani hali nimalar kutyapti? Janob Reyn, Linneburg xonim. Bu hududlarni yo'q qilish uchun ruxsat berishingizni so'rayman. Yo'q qilish? Keyinroq biz uchun qo'shish yo'limiz ekan. Unda imkon borida ularni himoya devorlarini buzib tashlashimiz kerak. Ines har doim ham o'z kuchidan foydalanishni ochiqcha taklif qilavermaydi. Lekin u hammamiz kabi qattiq g'azabda. O'z jonini xavfga qo'yib himoyasiga kirishgan shaharni oyoq osti qilishdi. Ha, agar xohlayotgan bo'lsang, boshlavur Ines. Sizni tushundim. Muqaddas qilich! Qo'yil. Endi bu yerdan qochib chiqishimiz osonroq bo'ladi. To'g'ri. Haqsan. Lin. Bu yerdagi harakatlarimiz urushni boshini belgilab beradi. Imperator ortidan poytaxtgacha quvib boramiz. Sen bunga tayyormisan? Ha. Bu yerdagi hamma o'ziga yarasha qobiliyatga ega. Hammasi shubhasiz juda qudratli odamlar. Demak, tashvishlanishga hojat yo'q. Eng muhimi, bizda Nor sensei bor. Uni kuchi hatto nimadanligini ham tushuna olganim yo'q. Shu turishda ham hammamizni tinglab o'tirganiga shubham yo'q. Vaziyat jiddiyligini tushunib turibdi. Biz bilan o'ynashganlarning holi nima kechishini
hali ularga ko'rsatib qo'yamiz. 10-qism. Imperator hokimiga chap beraman. Play Market va App Store'dagi anibla.uz ilovasi uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi.